Uchinchi dars. Chap qo'l pozitsiyasi va to'rlarni bosish asoslari. Assalomu alaykum aziz skripka sevarlar. Bugungi darsimizda biz skripkani chalishda chap qo'lning roli haqida gaplashamiz. Agar siz ilgari kamon bilan skripkada ilk tovushlarni chiqargan bo'lsangiz, endi esa bu tovushlarni balandlik nota jihatdan boshqarishni o'rganamiz. Chap qo'lni qanday to'g'ri joylashtiramiz? Chap qo'lingiz skripkani bo'ynini ushlab turadi. Eng muhim qoida qo'l mushaklarini siqmaslik. Bo'yin atrofi yengil tutish kerak. Bilagingizni bukib yubormang. Tekis ushlab turing. Bosh barmoq bo'yinni yon tomonida, harakatga xalaqit qilmaydigan holatda tursin. Bosh barmoq bilan ko'rsatkich barmoq orasida kichik teshik bo'lsin. Skripka bo'g'ilib qolmasligi kerak. Barmoqlarni to'g'ri joylashtiring. Biz bu darsda lia barmoqlarni ishlatishni boshlaymiz. Lia to'rida birinchi barmoq qo'yilsa, ya'ni bosgandan keyin bu nota si notasi. Ikkinchi barmoq qo'yilsa do diyez notasi. Uning yonida uchinchi barmoq qo'yilsa re notasiga aylanadi. Maslahat: barmoqlarni joylashtirishda yopishmaydigan, lekin yaqin holatda tuting. Keyinchalik bu sizga tez o'rganishga yordam beradi. Yana qaytaraman, ochiq struna bu barmoqlarimiz bosmagan holatda o'zi lia notasi. Birinchi barmoq qo'ysak, birinchi barmoq e'tibor beramiz. Bu qismda emas, ya'ni pastroqroqda joylashgan. Ya'ni uchinchi strunada bosganimizda bu si notasiga aylanadi. Ikkinchi barmoq bilan birinchi barmoq orasida masofa bor. Bu do diyezga aylanadi. Uchinchi barmoq bilan ikkinchi barmoq orasida esa masofa yo'q, ya'ni ikkalasi juft yonma-yon holatda turadi. Bu nota re. Bugun biz sizlar bilan lia strunasida 3 ta notani ko'rib chiqdik. Birinchi barmoq si, do diyez, re. Ya'ni 3 ta notani ko'rib chiqdik sizlar bilan. Uchinchi, kamon va chap qo'lni birlashtirish. Endi chap qo'ldagi barmoqlar bilan to'rni bosib, o'ng qo'ldagi kamon bilan uni chalishga urinib ko'ramiz. Misol uchun, lia strunasida, ya'ni to'rida birinchi barmoq bossak, bu si notasi. Kamonni ohangdor yuritamiz, to'da tovush chiqishi uchun. Ikkinchi barmoq bu do diyez notasi. Uchinchi barmoq re notasi. Orqaga qaytamiz. Do diyez notasi, birinchi barmoq notasi si. Bu qolgan barmoqlarimga e'tibor beramiz. Sizlar uchun nota ko'rinishi uchun ataylab barmoqlarimni qisib pastga qo'yayapman. Sizlarga yaxshiroq ko'rinishi uchun. Ya'ni qaytadan takrorlayman. Ochiq struna lia. Birinchi barmoq qo'ysak, si notasi. Do diyez. Re notasi. Xuddi shu holatni 4-chi struna, ya'ni birinchi struna sol, ikkinchi struna re, uchinchi struna la, 4-chi struna mi notasi edi. Endi shu holatda 4-chi strunaga takrorlaymiz.
Endi notalarni aytib o'taman. Demak, ochiq stulni barmoqlarni qo'ymagan holatda mi notasini o'zi bo'ladi. Birinchi barmoq fa diyez. Ikkinchi barmoq sol diyez. Uchinchi barmoq la. Orqaga qaytamiz. Sol diyez. Birinchi barmoq fa. Ochiq struna mi. Agar kimda-kim bu holatni, ya'ni bu jarayonni savollari bo'lsa, tushunmagan bo'lsa, bemalol kommentariyada savollaringizni qoldirishingiz mumkin. Xatoliklar: barmoqni juda yengil bosish chirillagan tovush chiqadi. Juda qattiq bosish bo'g'ilgan yoki siqilgan tovush chiqaradi. To'g'risi, barmoqni ancha qat'iy, lekin siqmagan holda bosish. Uyga vazifa: la strunasi va mi strunasi torlarida birinchi, ikkinchi, uchinchi barmoqlarni har biri uchun 5-10 marta mashq qiling. Har bir nota tovushi toza va barqaror chiqishiga e'tibor bering. Videoni yozib o'zingiz tahlil qiling. Bilak holati barmoqlarni egilmaganmi? Notalar aniqmi? degan savollarga javob topishingizga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, siz bugun skripkada chap qo'l bilan torlarni bosish, ya'ni notalarni chalishni boshladingiz. Bu skripkani haqiqiy musiqa asbobiga aylantiruvchi muhim bosqich. Keyingi darslarimizda siz bilan ketma-ket notalarni chalamiz va birinchi ohangni chiqaramiz. Agar dars sizga foydali bo'lsa, like, izoh va obuna bo'lishni unutmang. Musiqa bilan qoling, yana ko'rishguncha xayr.